Bugungi eksklyuziv videomizda Grey brendidan 12 talik ko'pchilik mijozlarimiz suygan, ko'pchilik mijozlarimiz tomonidan talab bo'lgan 12 talik Clivia silver rangi bo'ladi. Ya'ni bu konditsionerlarimiz Grey brendidan eng premium segmentlaridagi bor funksiyalari ushbu konditsionerimizdan bor va narxi ulardan ko'ra ancha arzonroq chiqadi. Videoda oxirigacha ko'ringlar, men sizlarga qisqacha ma'lumot beraman. Dizaynlarga bitta alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Ushbu konditsionerlarimizda dizaynlari ya'ni silver rangda, ya'ni kumush rangda bo'ladi. Jaluzilariga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Jaluzi ochilishlari ham xuddi shunaqa. Mana ikki taraflama ochilishi bilan boshqa konditsionerlardan ko'ra ajralib turadi. Bu narsa odamga ham hech qachon urib olmaydi. Va mana ichlarini ko'rishlari mumkin. Ichlari ham bluefin qoplama bilan qoplangan bo'ladi, ya'ni radiatorlari va ushbu konditsionerimizda UV sterilizatsiya funksiyasi bor, ya'ni bu funksiya xonangiz havosini tozalab, bakteriyali havosini tozalab, sizga toza kislorod chiqarib beradi va qo'shimchasiga ushbu konditsionerimizda Wi-Fi funksiyalari, to'xtovsiz 10 soatgacha ishlash, o'chiq vaqtida 1 vatt rasxodi, misol boshqa konditsionerlarga qaraganda va Wi-Fi funksiyalarigacha bor va ushbu konditsionerimizni ushbu fenidan havo berishi, ya'ni mana ko'zlaring bilan ko'rib turasizlar, mana 680 metr kub soatgacha ushbu konditsionerimiz sizga havoni yetkazib beradi va ushbu konditsionerimiz yana menga bitta yoqqan tomoni filtri, ya'ni setkasini hech qanaqa ichini ochib tozalab o'tirmaysizlar. Mana xuddi tepa tomonida mana osongina ochib turib, mana tozalab berishlaringiz mumkin. Bemalol qoqib yuvib, yana o'z joyiga qo'yib berishlaringiz mumkin. Konditsionerlarimiz radiatorlarini ham ochib oldik va teplo obmenniklariga keladigan bo'lsak, trubkalari ham toza misdan qalin qilib ishlangan, o'zlaringiz ko'rib turibsizlar va 12 qator to'lov bo'ladi. Orasida tashab ketilgan joylari yo'q va radiatorlari ham kengligi ham keng va zichligi ham zich bo'ladi. Asosiysi bluefin qoplama bilan qoplangan va ushbu konditsionerimiz 3 taraflama DC, ya'ni ushbu parraylari ham DC bo'ladi va o'zini kompressiya ham DC va ichki tomondagi feni ham DC bo'ladi va shunga yarasha rasxod ham ovozlari past bo'ladi va ushbu konditsionerimizda tashqi tomondagi agregatda tenti mavjud. Bu sizga anomal sovuqlarda -25 gradusgacha ishlashini ta'minlab beradi va agregatlari muzlab qolmaydi. Va driverlarga keladigan bo'lsak, driverlari ham o'ta qalin qilib ishlangan, tashlab ketilgan joylari yo'q va to'liq to'g'ri trayektoriyada joylashgan. Va platalarga keladigan bo'lsak, platalarda ham driverlari bor va ushbu latun moslamasi bilan, ya'ni mis va latundan foydalanilgan. Motorlarga keladigan bo'lsak, kompressorlari Grey o'zini original kompressoridan ochib o'tirmadik. Va ushbu konditsionerimizni kafolatiga keladigan bo'lsak, ushbu konditsionerimizga 3 yil o'ziga va motorga 10 yil kafolat beriladi va narxini siz mijozlarimiz uchun chegirma narxda $470, 5.700.000 so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqangi original konditsionerlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Biz sizlarga arzon narxlarda yetkazib beramiz. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmanglar. Ushbu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.